Shattaligimni dadam biladimi? O'ziga aytma. Naq tutib beradi. Dadang bir oyoqdan ajrab kelgan, bolam. Bilaman. Tog'aning o'g'lidan qora xat keldi. Xotiniga bildirishmayapti. Azizxon qahramon bo'ldi. Shunaqa, bolam, shunaqa. Biz ham seni qahramon bo'ladi degan edik. Chiqqana ko'kchoy bo'larmidi ya? Qandoq olib kelay, bolam? Sen sho'ron qurg'urga qumg'on olib kelay desam, o't yoqolmaysan. Tutunidan bilib qolishadi. Ko'ylak olib kelmabsan-da? Dadang bilib qolsa nima qilaman? Bolam, shu kunda mazam yo'q. Bezgak tutyapti. Kechalari butun tanam zirqirab qaqshaydi. Dadangga bildirmayapman. Bilib qolsalar qishloqqa jo'natib yuboradi. Men qishloqqa ketsam, sening holing nima kechadi? Peshonam buncha sho'r bo'lmasa. Shunaqa bolam, toleyingga o'lib qolmayin-da. Ana bola kim? Dadang olib kelgan. Yaxshi ishlayapti. Tizzalarim zirqirab qaqshaydi. Ertaga ovqatni ko'proq olib kel. Xo'p, bolam. Xo'p. Nima bo'lsa ham kasalligimni dadang bilib qolmasin-da. Qishloqqa jo'natib yuboradi. Etik topib kelmasang oyog'imni qamishtirib tashladi. Qaydan olay? Dadang bir poy etik kiysa, bir oyog'idan ajrab kelgan. Bugun ertalab ustarasini qidirib rosa qiynavardi. Umrimda qilmagan ishim. O'g'lim, sochingni olib qo'yaymi? Qaychi olib kelganman. Kerak emas. Etik topib kel.